O'z ota-onalaridan boshqalarni dada, ana deb chaqirish. Savol: Assalomu alaykum. Men kichikimdan boshlab ota-onalarimning bir tuqqan qarindoshlarini dada, ana deb chaqirib ko'ngan. Necha kun oldida bir o'lima kishi bizning uyga mehmon bo'lib kelganda, u mening dadamning aksini dada deb chaqirganligimni ko'rib, dada deb chaqirmang. Payg'ambarimiz o'zining dadasidan boshqalarni dada deb da'vo qilishdan to'sgan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zayd ismli biraylarni beqib olganda, u Muhammad o'g'li Zayd deb atalgan. Keyin bir oyat nozil bo'lgandan keyin undaq atashni bekor qilgan. Abu Talib Muhammad sallallohu alayhi va sallamni kichkidan tartib beqib cho'ng qilgan bo'lsa-mu, payg'ambarimizning uni biror qatim dada deb chaqirganlik to'g'riliq hadisi yo'q. Bo'lmasa, payg'ambarimiz hammamizning axloq ulgusi degandek nurg'un so'zlarni qildi. Mening bilishimcha, yurtimizda bundaq atash xali umumlashgan. Shunga men texmi yetarli qanoat hosil qilish uchun bu savolni o'zlaridan so'rab o'ltiribdiman. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Mazkur olimning aytganlarining ko'p qismi o'rinliq. Biroq tag'isini yoki undan boshqa tuqqanlarni dada deb chaqirish, uni dadam deb da'vo qilib olganlik bo'lmaydi. Hamma ochisinimi ana deb chaqirsa, uni o'z onam deb olganlik bo'lmaydi. Buningga asosan otasidan boshqalarni izzatlash yoki hurmatini qilish yuzidan dada yoki ata deb chaqirsa bo'laverdi. Onasidan boshqalarni izzatlash yoki hurmatini qilish yuzidan ana yoki apa deb chaqirsa bo'laverdi. Shundaqla o'z o'g'lidan boshqalarni mehr shafqat yuzidan balam yoki o'g'lim yoki qizim desimi hech gap bo'lmaydi. Chunki bu yerda o'z bolasidan boshqani balam deb da'vo qilib olish mavjud emas. Abu Talha raziyallohu anhu Anas raziyallohu anhuning onasining eri edi. Anas ibn Malik raziyallohu anhu "Men Abu Talhaning qashig'iga berib, "Ey ata" dedim degan. Imom Navaviy bu hadisda majaz ishlasa bo'ladiganligiga dalil bor, chunki u "Ey ata" degan. Amaliyotda u onasining eri deydi. Anas raziyallohu anhu rivoyat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga "Ey o'g'lim" degan deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana Mughira ibn Shu'ba raziyallohu anhu g'uma "Ey o'g'lim" degan. Yana Aisha raziyallohu anha Said ibn Hishamga "Ey o'g'lim" degan. Demak, bu vaqtda cheklangani faqatla o'z otasini tinib, boshqalarni o'z otam devilishdir. Boshqalarni o'ziga yaqin tutib chaqirish maqsadida aka, tag'a, ata, ukam, singlim, aja, balam, o'g'lim, qizim degandek so'zlarni ishlatishmi o'xshashli joiz. Balki Imom Navaviy aytgandek mustahabdir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 5-nomerlik fatvo.